Mishqalada kuyov bola desam, o'g'lim barber deyishgacha yarashadi deyishga. Instagram orqali va O'zbekistonda juda ko'p sarlavhalar ko'rishdi. Instagramda mayli yaxshi narsa va ko'pchilik olib qaramaydi, lekin o'shandan to'g'ri foydalansa bo'ladi. İsmingiz nima? Sadirdim. Ben hozir o'zi hayolda shu turibdi, hozir noto'g'ri aytib yubormay deb so'radim. Mana so'ramoqchi edim. Muhriddin. Sartarosh degan so'z asli fors tojikdan olingan. O'zbekcha tarjima o'zbekchaga olganda soch ustasi bo'ladi. Bizlar tilda hozir eng oson. Aytilishi barber. Barber bilan soch ustasi yoki sartarosh hammasi bitta narsa. Lekin barberni yaxshi tarafi, aytilishning yaxshi tarafi barber deganda odamlar tushunchasida soch olish, soqollarni chiroyli forma qilib o'chirib qo'yadi. Soch ustasi va sochchani, sartaroshchisi sochchani, stilistisi bo'ldi, jenskiy aralash, ko'katlar shog'oldan tushadi. Barber desa hammasini ichiga olib ketadi, bitta. So'chiligi bo'lyapti-da. O'g'lingiz Mishqalada deganda, o'g'lim sartarosh degan yaxshiroqmi, o'g'lim barber degan yaxshiroq? Menga barber degan yaxshiroq. Mishqalada kuyov bola desam, o'g'lim barber deyishgacha yarashadi deyishga. O'g'lim qorovul o'chirgisi bo'ldi, yoqmaydi. Shunaqa yaxshi ishlar. Inglizcha nomlarni shu ulardan chiroyli qilib qo'yishdi, chiroyli ishlardi. Yaxshi bo'ldi. Gap yo'q. O'ta go'zal, o'ta chiroyli. Mashalloh. Sadriddin hamkasbimiz yonlariga keladi, mana boshlayu sochlarni tiniq qilib chopga qilib qo'yishdi, yoqdi, qo'lingizdan qo'ymasin, sog' bo'ling. Men ko'rib xursand bo'ldim, barber shopga keldim, mana atmosfera, hamma komfort, zo'r. Shu bahona mana sizni ham ko'rdim. Rahmat. Akam bilan o'zing Instagramda tanishganimizda, sohamizda barber bilan barberman. Shu Instagramda tanishib, mana hayotda birinchi marta ko'rishyapmiz. Shunaqa. Rahmat, ko'rib xursand bo'ldim. Mana xursand bo'ldim. Ishlaringizga omad, sog' bo'ling.